Prostatit kasalligi faqatgina 40 yoshdan oshgan erkaklarni bezovta qiladimi? Yoshlarda bu kasallik uchramaydimi? Aslida esa bunaqa emas. Prostatit kasalligi 20 yoshdan boshlab 40-50 yoshgacha bo'lgan bemorlar orasida juda ham keng tarqalgan kasalliklardan biri hisoblanadi. Va prostatit kasalligi nima uchun hozirda yoshlar orasida ko'payib ketyapti? Va uni oldini olish uchun va uni uy sharoitida holatni yengillashtirish uchun qanday yechimlar amalga oshirsa bo'ladi? Video davomida shu haqida to'liq ma'lumot berib o'taman. Bu videomiz 20 yoshdan 50 yoshgacha bemorlar uchun foydali bo'ladi degan umiddaman. Prostatit kasalligi o'zi nima bu? Ko'pchilik keladi, doktor, menda prostata bor ekan deydi. Xo'p, prostata bu bizni siydik yo'limizdagi a'zoyimiz, ya'ni jinsiy a'zo. Bu hammada bo'ladi. Ya'ni u xoh yosh bola bo'lsin, u xoh yosh katta erkak bo'lsin. Bu bizni ma'lum bir funksiyalarni bajarib beradigan tanamizda joylashgan, siydik yo'lda joylashgan a'zoyimiz. Endi shu prostatani kasallanishi, ya'ni shamollashi prostatit deyiladi. Yosh katta insonlarda esa prostata o'sishi hisobiga prostata adenomasi yoki prostata raki rivojlanadi. Demak, prostatit tushunchasiga oydinlik kiritib o'taman. Prostatani shamollashi yoki yallig'lanishi bu prostatit deyiladi. Bu yoshlarda ham bo'lishi mumkin, kattalarda ham bo'lishi mumkin. Endi bu kasallik o'zi qanaqa namoyon bo'ladi? Shikoyatlar qanaqa kechadi? Hammada har xil bo'ladi. Kimdadir siyganda achishish bo'ladi, kimdadir og'riq bo'ladi, kimdadir qovuqda noqulaylik hissi bo'ladi, kimdadir urug' chiqargan paytda achishish, og'riq bo'ladi, kimdadir bu og'riqlar tuxum sohasiga uzatilishi mumkin, kimlardadir esa jinsiy aloqani vaqtini kamayishiga sabab bo'lishi mumkin. Demak, prostatit kasalligi aynan xuddi yuqoridagi shikoyatlar orqali namoyon bo'ladi. Lekin bu shikoyatlar ayrim boshqa kasalliklarda ham bo'lishi mumkin, lekin prostatit, ya'ni prostata shamollashining eng asosiy belgilaridan biri hisoblanadi. Endi nima uchun yoshlar bundan himoyalangan emas? Sababi, prostatitni turli xildagi kategoriyalar mavjud hisoblanadi. Prostatit deganda u yerda yallig'lanish chaqirilyapti, shamollash chaqirilyapti. Demak, shamollash ma'lum bir turdagi mikrob, bakteriyalar hisobiga chaqiriladi. Va bunday holatda tashqari ayrim holatda yallig'lanish holati bakteriyalarsiz ham chaqirilishi mumkin. Bundan tashqari u yerda umuman prostatada shamollash holati bo'lmasdan, balkim prostatani faoliyati noto'g'ri ishlashi, siydik yo'llari noto'g'ri ishlashi shakli fonida ham yuqorida aytib o'tgan kasallik belgilari yuzaga kelishi mumkin. Yoki ayrim holatlarda bemorlarda ko'pincha holatda men o'zim e'tibor berganman, tuxumlari bilan orqa teshiklarini orasida tortilish belgilari ham kuzatiladi. Demak, yoshlarda nima uchun bu holat ko'p uchramoqda? Birinchisi, o'tirib ishlaydigan hayot tarzi. Ya'ni doimiy ravishda o'tirish natijasida prostatada dimlanish paydo bo'ladi va bu esa prostatada qon aylanishni buzilishiga olib keladi. Qon aylanishi buzilgandan so'ng u yerda turli xildagi yallig'lanish holatlarini yuzaga kelishi uchun asos yaratib beriladi. Bundan tashqari yoshlarda turli xildagi himoyasiz aloqalarning mavjudligi, turli xildagi himoyasiz aloqalar natijasida faqatgina xavfli infeksiyalar emas, balkim yuqorida o'sha bizada oddiyroq qilib aytadigan bo'lsak, shamollash chaqiradigan turli xildagi bakteriyalarni yuqtirib olish hisobidan ham prostatada yallig'lanish rivojlanishi mumkin. Bundan tashqari yoshlarda eyakulyatsiya juda ham cheklangan bo'ladi. 20-25 yosh orasida real olib qaraydigan bo'lsak, ko'pchilik uylanmagan bo'ladi, ularda regular aloqa bo'lmaydi va buning natijasida urug' uzoq vaqt chiqmaydi. Ya'ni o'sha prostatada dimlanib turaveradi sekreti. U chiqmaganligi hisobidan prostata sekreti o'zi aslida bakteriyalarni o'ldirish xususiyati mavjud hisoblanadi. U doimiy ravishda turib qolgandan keyin prostatada yallig'lanish kasalliklari kelib chiqa boshlaydi. Bundan tashqari yoshlar ko'proq yengil yupqaroq kiyinadi, moda deydimi, shunga o'xshagan. Ya'ni sovqotish, turli xildagi holatlar hisobidan ham boyagidek prostatani yallig'lanish holati kelib chiqishi mumkin. Demak, yoshlar mana shu holatlar hisobidan prostatasida kasallikka chalinadi. Endi yosh katta insonlar ham xuddi shunaqa.
Demak, bu holatda nima qilish kerak? Albatta, yuqoridagi kasalliklar belgilarini sezayotgan bo'lsa, iloji boricha kechiktirmasdan shifokor qabuliga borish kerak va bu kasallikni vaqtida hal qilish kerak. Chunki doimiy ravishda yallig'lanish, ketma-ket holatlar bo'lish natijasida ko'pchilik prostatasida chandiqlar, fibroz o'choqlari hosil bo'ladi yoki kasallik surunkali holatga o'tib qolishi mumkin. Prostatani to'liq davolab yuborsa bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Prostatani to'liq davolab yuborsa bo'ladi, faqatgina vaqtida va to'g'ri lecheniya qilinsagina. Endi uy sharoitida yoki umuman prostatit kasalligi rivojlanmasligi uchun nimalar qilish kerak? Birinchi navbatda sovqotishdan saqlanish kerak. Oyoqlarni umuman issiqroq saqlash kerak ayniqsa. Ikkinchi navbatda doimiy ravishda harakat, sport aktivligi chanoq a'zosida qon aylanishini yaxshilab beradi va qon aylanishi yaxshi bo'lish hisobiga bemorlarni prostatit kabi kasalliklar bezovta qilmaydi. Bundan tashqari, chanoq sohasi uchun gimnastik mashqlar, masalan, упражнения для мышц тазоводна yoki упражнения для простаты yoki Kegel mashqlari deb YouTube sahifalaridan qidirsalar, turli xildagi mashqlar chiqadi, shularni doimiy qilib yurish kerak. Prostatani sog'lomligini ta'minlash uchun iloji boricha agarda imkoniyat bo'lsa, yaqinlik aloqa, albatta o'zingizni ayolingiz bilan tez-tez bo'lib turganligi shu prostata muammosini oldini olishi mumkin. Bundan tashqari prostatani sog'lom saqlash uchun men tavsiya beraman, har kuni ertalab 10-15 dona qovoq urug'i iste'mol qilib yurilsa, uni tarkibidagi masalan eng kerakli sink moddasi prostata kasalliklarini, prostata yallig'lanish holatlarini oldini olish uchun yordam beradi. Endi bu uy sharoitida qilinadigan tavsiyalar. Yana tavsiya qilaman, ishdan kelgandan keyin iloji boricha kichik vannachagami yoki kichik tajikchaga suv qo'yilib, oyoqlarni issiq vanna qilinishi yaxshi foyda beradi, chunki u qon aylanishlarini yaxshilash hisobiga va prostatadagi yallig'lanish holatlarini kamaytirish uchun yordam beradi. Demak, bundan tashqari sink, vitamin D kabi mikroelementlarni, vitaminlarni qabul qilib yurish bu testosteronni yaxshiligini ta'minlab beradi. Bundan tashqari prostata uchun kerak bo'ladigan turli xildagi moddalarni sintezlanishiga yordam beradi. Albatta, himoyalanmagan aloqalardan saqlanish kerak, chunki bu aloqalar natijasida turli xildagi prostatada yallig'lanish, kelajakda surunkali kasalliklarni chaqirishi mumkin bo'lgan bakteriya, mikroorganizmlarni yuqtirib olishingiz mumkin. Demak, uy sharoitida yuqoridagi tavsiyalarni, tabiiy tavsiyalarni qilsangiz, sizda prostata kasalligi bilan muammo bo'lmaydi. Agarda yuqoridagi shikoyatlar sizda uzoq vaqtdan beri mavjud bo'lib yursa yoki endi boshlangan paytda iloji bo'lsa, to'g'ridan to'g'ri urolog shifokor bilan maslahatlashib, shu kasalligingizni oldini olish yoki agarda kasallik boshlanib bo'lsa, to'g'ri davo taktikasini amalga oshirish muhim hisoblanadi. Demak, to'liq video davomida prostata nima uchun yoshlarda hozirgi paytda ko'payib borayotganini tushuntirdik. Uy sharoitida qanaqa yo'llarni qilish kerak, bu haqida ham ma'lumot berdik. Agarda yuqoridagi holatlar kuzatilayotgan bo'lsa, pastdagi raqamlar orqali murojaat qilishingiz mumkin. Bu holatingizga albatta birga yechim qilamiz.